Tug'ilgan sanalariga ko'ra eng ayyor odamlar haqida 3-o'rindan boshlaymiz va bu 9lar, ya'ni 9 energiyasiga oid har qaysi oyning 9-27 hamda 18-sanalarida tug'ilgan odamlar. Strategik o'yinlar daholari. Ular doim bir necha qadam oldinga yurishadi va asl reja va maqsadlarini hech qachon ochiqlashmaydi. Ikkinchi o'rinda esa bu 5 energiyasiga oid insonlar, ya'ni har qaysi oyning 5, 23 hamda 14-sanalarida tug'ilgan insonlar. Tug'ma aktyorlar. Ular shunaqangi rol o'ynashadiki, o'z hikoyalariga o'zlari ham ishonib ketishadi. Odamlarni zo'r ishontira olishadi. Chiroyli gapirishlarini ortidan har qanday odamni o'zlariga og'dirib, rom qilib olishadi. Endi esa birinchi o'rindagi ayyorlarga kelsak, eng makkorlari haqida. Bu odamlar bilan eng yaxshisi do'stona aloqa qurish tavsiya qilinadi. Ularni shunchalik ko'p turli va sirli yo'l tutish usullari borki, va ular tutgan yo'lni siz yillar o'tib keyin ham tushunib olsangiz katta gap bo'ladi. Shunday qilib bular har qaysi oyning 2, 11, 20 hamda 29-sanalarda tug'ilganlar va tug'ilgan sanasida ikkilari ko'p bo'lgan shaxslar. Ularning aqli butun badaniga tarqalib yashirilgan. Shuning uchun ular yaxshi his qilishadi. Odamlarni psixolog bo'lib o'qishmagan bo'lsa-da, bu o'tmishi va energiyasidan keluvchi kuch orqali odamlarning nafaqat yuzaki, balki ichki ko'rinishini yaxshi ko'ra olishadi. Shuning uchun o'zlari ham yaxshi va turli tuslana olishadi va sizni har qanday narsaga xohlashsa albatta ishontira olishadi. Ularda ideal adaptatsiya bor.